Kanalimiz ham X5 hayda kanali bo'lib ketdi. Jigar. Lekin har doim ham bu narxga bunaqa X5 ni chiqarmaydi. Ishoning, Atiga 36 ming probeg va 2023-yildan olib haydalgan mashina. X5 absolutno top toza va qop-qora. Seriozniy odamlar olib haydagan mashina. Head-up display, полный panorama, Sky Lounge'li M paket jigar. Mana shu detallarni ko'ryapsizmi? Yog'och kon elementlari. Shu ham har xil bo'ladi. Buni ham teksturasi вообще chiroyli ekan. Zinalari ham bor ekan, tago kirib chiqadigan. Jigar mashina absolutno ideal etdim-ku. 89 mingdan keldilar. Mana shunaqani qo'yib bering, shunaqa bo'lsa beraman dedilar. Realni 85 mingga ham yo'q dedilar. Amallab, hoji aka, sizda pul ko'p deb turib, qalblariga qo'l solib 80.500 ga ko'ndirib oldik. Вообще ishkaladi narx. Srochniy X5 qidirib yurgan hamma tanishlarimizga jo'natib like bosib qo'ymayapsiz-ku, hali ham bosib qo'ying jigar. Bosib yuboring, har doim bunaqa narxga chiqarmaydi, ishoning bunaqa ideal holatdagi.